hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining o'rinlashtirishi natijasida Sharq Turkistonning milliy motam kunida dunyoning har qaysi joylarida o'tkazilgan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni, mustamlikasini to'xtatish uchun davlatlarni ahamiyatlik amaliy harakat qo'llanishga, Sharq Turkistonning besilingan zimin ekanligini e'tirof qilishga, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga chaqiriq qilish namoyish qilingan kundan e'tiboran eng avval Breitbart xabar kanalidan boshlab Manifin, Times of Umman, Toys Manchux qatorliq dunyoviy matbuotlarda orqa-orqadan xabar qilinmoqda. Manifin xabar kanali Sharq Turkiston Surgundi hukumati Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining Amerika hukumatidan kutgan talablarini 4 turga bo'lib, ya'ni Uyg'ur majburiy emgak qonuniga imzo qo'yish, irqiy qirg'inchilikdan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga panohlik berish, Xitoy ustidan xalqaro sudga sunilgan da'voni qo'llash, irqiy qirg'inchilik va mustamlikani oxirlashtirish uchun jiddiy, unumli tadbir qo'llanish, Sharq Turkistonni besilingan zimin deb e'tirof qilishdek 4 turlik talabni tafsiliy xabar qildi. Toys Manchux xabar kanali Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining o'rinlashtirishi orqasida Washington, Gollandiyaning Den Haag, Turkiyaning Istanbul, Kanadaning Edmonton shaharlarida Uyg'urlar sohibxon davlat va boshqa demokratik davlatlarni Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini, mustamlikasini, ishg'oliyatini oxirlashtirish uchun ahamiyatlik amaliy harakat qo'llanishga, Sharq Turkistondagi Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikdan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga panohlik berish, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan da'vosini qo'llashga chaqiriq qildi. Amerika hukumati Uyg'ur majburiy emgak qonunini imzolagandan keyin dunyodagi eng chong partiya savdogari Walmart shirkati Sharq Turkistondagi tijoratni tekshirishga duch kelgan eng yangi g'arb shirkatiga aylandi. Oldingi hafta partiya savdogari Benton Valley internet ishlatuvchilarining Walmartning Xitoydagi Walmart va Sam klubining do'konida besilingan Sharq Turkistondan, ya'ni atalmish Şinjandan kelgan mahsulotlarni saqlashni to'xtatganligi to'g'risidagi inkoslarni ham bahirlagandan keyin Xitoy ijtimoiy aloqa to'rining g'azabi qo'zg'aldi. Kompartiya qo'llagan tashkilotlar boshqaradigan ijtimoiy aloqa hisobotlari shirkatni tanqid qilishni asos qilgan bo'lsa, ba'zilar Sam klubining a'zoligidan chekindi. Kompartiya qo'llagan tashkilotlar tarafidan ishlatilgan ijtimoiy aloqa usullari ayblash inkoslariga imkon hozirlab berdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti buningga inkos qaytarib, biz Walmartning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha majburiyatini ado qilganligini tabriklaymiz. Biz barliq shirkatlarning Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkistondagi avj olgan qul emgaki orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotishni to'xtatishga chaqiriq qilamiz. Shak shubhisizki, Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Bu tweetni ham bahirlab Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va dunyodagi barliq davlatlarni irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga va buni to'xtatish uchun jiddiy harakat qo'llanishga chaqiriq qiling dedi. Amerika prezidenti Jo Bayden dushanba kuni davlat mudofaa huquq qonunini ma'qullab, davlat mudofaa uchun 768 milliard 200 million dollarlik harbiy xarajatni tasdiqladi. Bundaq bo'lganda askarlarning maoshi 2,7% o'rlaydi ekan. Davlat mudofaa huquq qonuni harbiy xarajatining 5% eshishiga ruxsat qiladi. Bu Demokratlar partiyasi bilan Cumhuriyetchilar partiyasining harbiy adliya sistemasi islohotidan tortib, askarlarga qarta Xitoy virusi vaksinasi talabigacha bo'lgan masalalar to'g'risida elib borgan keskin suhbatining mahsuli. Baydenning bayonotida bu qonunning harbiy xodimlar va ularning oilasini muhim foyda, manfaat va adolat, davlat mudofaasini qo'llash uchun kritik huquq bilan ta'minlaydiganligi ta'kidlandi. 768 milliard 200 million dollarlik baho belgisi Baydenning parlamentdan dastlabda talab qilgan mablag'idan 25 milliard dollar ortiq bo'lib, bayonot Tayvanning davlat mudofaasini qo'g'dash, Hindi Tinch okeanga tahdid solishga qarshi turish uchun ajratgan 7 milliard 100 ming dollarni o'z ichiga oladi. Bu tadbirlar Xitoyga taqobil turishni maqsad qiladi. Sirlar asta-asta yeshiladi. Qora yuzlarga taqalgan niqob vaqtning o'tishi bilan yirtib tashlanadi.
Reallik o kadar rəhimsizki, o şəxsinin iradəsiga bo'ysunmagan holda hamma nimani oshkorlaydi. 1996-yili Xitoy Xalq Cumhuriyati va Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistondagi ishg'oliyatini davomlashtirish, texmi mustahkamlash to'g'risida yuqori darajalik amaldorlarni yig'in chaqirib, nishonlari va bu nishonlarga ulashtiradigan strategiyasini o'ttirg'a qo'ydi. Buning biri Sharq Turkiston masalasining xalqaro masalaga aylanib qolishining oldini olish. Chet ellardagi Sharq Turkiston mustaqillik guruhlarini bo'lib parchalash va ko'p qismini yengib, o'ziga moslashtirish, shundaqla qolganlarini ostonga ayirib, ular bilan kurash qilish edi. Bu strategiyaning yo'lga qo'yilishi bilan Xitoy Sharq Turkiston mustaqillik masalasini kichiklatib, uning xalqaro masalaga aylanishining oldini oldi. Sharq Turkiston masalasini Xitoyning ichki ishi va yoki ostonliqlarning masalasiga aylantirib qo'ydi. Baş ministerimiz Salih Xudoyer әпәнди o'tgan bir necha yilda Xitoyning g'arb davlatlarida o'ziga moyil qilgan Uyg'urlarni unumli ishlatib, Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilgan o'ziga o'xshash kishilarga hujum qilishi va yo'qitishiga urinishiga ko'p qatim shohid bo'lgan. Xitoyga moyil junguliq Uyg'urlar Sharq Turkiston mustaqillik masalasining har qanday bir faoliyatda bo'libmi, chet elliklar qatnashgan faoliyatlarda o'ttirg'a qo'yilib qilishini to'sish maqsadida Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilayotganlarni bo'lgunchi, sarang va yoki alvasti, hatto terrorchi qilib ko'rsatish uchun to'xtamay tirishchanlik ko'rsatgan. Hatto Salih Xudoyer әпәнди va uningga o'xshash mustaqillik jangchilarining g'arbliklar tashkillagan ba'zi muhim faoliyatlarga taklif qilinganligidan xabar tepib, qatnashtirmaslik uchun birlashib shikoyat, norozilik, hatto ultimatum sungan. Xitoy o'ziga qaratib olgan Uyg'urlar, jumladan Amerikadagi bir qism kishilar Salih Xudoyer әпәндini bo'lguncha deb alvasti ko'rsatishga tirishgan. Hatto numussizlarcha g'arbning qonun ijrochilariga Salih Xudoyer әпәндini terrorchi deb shikoyat qilgan. Chunki Salih Xudoyer әпәнди Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni va Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyatini oxirlashtirishni tashabbus qilgan. Vaqtning yana nimalarni oshkorlaydiganligini hozircha bilmay demak tez. Shuningga qat'iy ishonamizki, Alloh to'g'rilar bilan birga. Vatan so'yganlarga oid. Vatan xalqining o'tida kuyib, suyida oqqanlarga oid. Vatan mard vijdon egalariga oid. Vatan durust, pokiz qalblarga oid. Vatan uning uchun har narsani fido qilishga tayyor turganlarga oid. Vatan aql ko'zi ochiqlarga oid. Vatan haqiqiy iymon egalariga oid. Vatan or-nomusni qadrlaganlarga oid. Vatan ishonchni, umidini yo'qotmaganlarga oid. Vatan uni qutqizish uchun harakat qilgan jasorat egalariga oid. Vatan to'g'rini anqira olgan, to'g'rining yanida o'rin ola olgan, mo'rini mo'riga tirib kurash qila olganlarga oid. Vatan uning eg'rini zimmisida ko'tara olganlarga oid. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.